Samarqandda uyda portlash, 6 kishi halok bo'ldi. Ular kimlar edi? Samarqand viloyatida ro'y bergan fojiali portlash butun jamiyatni larzaga soldi. Ushbu videoda halokat tafsilotlari, voqea sodir bo'lgan manzil, portlash sabablari va eng asosiysi, hayotdan ko'z yumgan yurtdoshlarimiz haqida ma'lumot beramiz. Ularning kimligi, yoshi va oilaviy ahvoli haqida to'liq ma'lumotni biz bilan birga bilib oling. Marhumlarning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Kecha yaqinda 9-may kuniga o'tar kechasi Samarqand viloyati Samarqand shahar Bog'saroy mahallasi Spidament ko'chasida joylashgan uylarning birida gaz-havo aralashmasining chaqnashi sodir bo'lgan. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, ma'lumot kelib tushgandan so'ng yong'in qutqaruv ekipajlari voqea joyiga yetib borib, baxtsiz hodisa oqibatlarini bartaraf etishga kirishgan. Chaqnash oqibatida hosil bo'lgan genetik zarbadan uyning temir-beton konstruksiyalari qulab tushgan. Uyning 1, 2, 3-qavatlari va yerto'la qismi zararlangan va yong'in sodir bo'lgan. Olib borilgan harakatlardan so'ng vayronalar ostidan 6 ta fuqaroning jasadi topilgan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda. Albatta, barcha o'tganlarning oilasiga sabr tilaymiz, oxiratlari obod bo'lsin. Aytishlaricha, ushbu 6 ta fuqaro mana shu rasmdagi insonlar. Albatta, ularning ichida yosh bolalar ham bor. Müstücü.